Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Raisboy. Sizlar esa X showning 3-qismiga keldinglar va o'tgangi showlarimizda sizlarga so'z berganimdek, bu safar meni obunachilarim kelgan va ular bilan keling bittama-bitta tanishamiz va sizga birinchi sonidan 3-sonigacha qaysi show ko'proq qiziqroq bo'lyapti? Albatta izohlarda yozing. Qani biz birinchi ishtirokchimizga yuksalsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Abbos, Toshkent viloyat Nurafshon shaharidan. Yoshingiz nechida? Yoshim 19 da. Qaysi kontoradan o'ynagansiz? Betwinner. Betwinnerdan. Yaxshimi? Yaxshi. Yutkazishlar yo'qmi? O'rtacha. Sportivniy ili slotlar? Shu sportivniy. Sportivniy yaqinda ligalarga normalniy sog'ib qilgandirsiz. Abbos bega. Abbos. Xo'p, tanishganimdan xursandman. Ikkinchi ishtirokchimiz. Ismim Bavurjon, Toshkent viloyat O'rtachirchiqdanman. Qaysi kompaniyadan? Flagman. Flagmandan. Если что, bizni sponsorimiz ham Flagman. Flagmandan o'ynab iPhone 17 Pro Max yutish maqsadida kelgansiz. Da. Ha, Bavurjon, yoshingiz nechida? 21. 21. Tanishganimdan xursandman. Uchinchi ishtirokchimiz. Biz Namangandan, ismim Jamshidbek. Yoshingiz? Yoshim 21. Qaysi kompaniya? Flagman. Flagmandan. Mana ko'ryapsiz, ikkita ishtirokchimiz o'sha Flagmandan bor. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. O'tkir, Yunusobod, Toshkent. O'tkir akani Instagram kuzatuvchilarimiz biladi. Bir necha iPhone'lar yutib olgan, X showga ham nasib qilgan ekan. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Bu safar ham bitta korobkamizda iPhone 7 Pro Max yoki bunda. Bittasida xolodilnik va hokazo bitaviy texnikalar bor. Shartlarni takrorlab o'taman. Birinchi, ikkinchi mavsumda ko'rganlar biladi. Ko'rmaganlarga kelsak, men bitta korobkani yoniga boraman va o'zimning narximni qo'yaman. Maksimum narx bu 2 million so'm pul miqdori. O'ylaymanki, yoninglarda ushbu pul bor. Xohlasanglar 10 mingdan qo'yinglar, xohlasanglar 50 mingdan qo'yinglar, xohlasanglar 2 millionni birdaniga qo'yib ushbu korobkani xarid qilinglar. Unda biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Hamma tayyor bo'lsa, shartlar sizlarga ham va ishtirokchilarga ham tushunarli. Savollar yo'qmi? Yo'q. Unda biz boshladik. Xo'p. Ibrohimjonmi deysiz? Abbos. Abbosjon, uzr. Abbosjon, qaysi korobkadan boshlaymiz? Bundan. Bundan, ha? Bu korobka haqida tafsilotlar kerakmi, kerak emasmi? Конечно, kerak aka. Ozgina tafsilot berib o'taman. Elektr energiyada ishlaydi. Qishloqda, shaharda ko'proq foydalanishadi. Bo'ldi, boshqa tafsilotlar bermayman. 300 mingdan boshladim. 300 mingdan. 350 ming. 350 ming. 400 ming. 400 ming. 500. 500. Sizdachi aka? Menga shaharda ishlatiladigan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qishloqda ham, shaharda ham ishlatiladi. Hamma ishlatadi. Meni gapim yolg'on ham bo'lishi mumkin. Men sizlarga to'g'ri javob hech qachon aytmayman. 600 ming. 600 ming. 600 ming bir. 2 million. Oldingiz. To'xtamaysiz. To'xtamadi. O'shani niyat qilib keldim. Shunga qo'l tekkizuvdingiz. Qarang lekin. Tavakkal. Xo'p, 2 million. Shunga Shunga. birinchi ishtirokchimiz shu korobkani xarid qildi. Bu korobkani ichida nima borligini videoda oxirida bilib olasiz. Siz ham oxirida bilasiz. Xo'p. Bitta ishtirokchimiz va bitta korobka ketdi. Keling, 4-ishtirokchimizga o'tamiz. Aka, qaysi korobkadan boshlaymiz? Shundan, ha? Xo'p, auksionda tafsilotlar berishim uchun o'zim tushunishim kerak. Ayollar bunga kompot. Bo'ldi, boshqa narsa aytmayman. Voy aka. Vashcha qiysol bo'ldi aka. Ayolni vashcha ko'p narsa ekan bu. 1 milliondan boshladim. Qiynab yurmaysizlarda. 1 million 100 ming. 1 million 100 ming. Ikkinchi ishtirokchimiz. 1 million 200. 1 million 200. 1 million 300. 1 million 301. 1 million 302. 1 million 300. 1,5 million. 1,5 million. 2 million. Prodana. Prodana. Уже прям tez bilinib turibdi. Ясно bilinib turibdi-da. Что bu yerda faqat o'zimizni rais obunachilarligi. Zamarachitsi qilib o'tirishni kerak yo'q. Va bank. Все, 3-ishtirokchimiz. Xo'p. Uchinchi korobkani o'zimga qo'yib beringlar. Chunki bizda ikkita ishtirokchimiz bor. Jirniy narsalar ketdi lekin. Qishloqlarda ishlatiladi. Va biz uni narxini qiynab o'tirmaymiz sizlarni. 100 ming so'mdan boshladik. 1 million. 2 million.
Birodar! Bilet qimorvozda bular bor-u. Qanday tez. Shunday bittasi 1 million, все, shart olib chiqib ketish kerak-da. Aka, sizda avtomatim bu 2 millionga tushdi. Bilasiz-a? Bering. Xo'p. Yaxshi! Bering siz ham. Xo'p. Endi raspakovka chek. Kimdan boshlasam ekan? Shu akamizdan boshlay. Ruxsat berasizmi? Пожалуйста. Tak. Shundan boshlayman. Boraymi? Hozir aytaman. Yo'q, o'zim aka. Qiynab yurmaysizmi? Холодильник. Aka, tabriklayman. Rahmat kattakon. Chiqayotganda olasiz холодильник. Rahmat. X showdan dalish davom etamiz. 4-chi qutichamizda 4-chi ishtirokchimiz холодильникni yutib oldi. Keling, birinchi yutib olgan insonga qaytamiz endi. U inson srazi vabank qildi. Men shu narsani niyat qilgan edim, rais aka dedi. Ko'ramiz hozir nima niyat qilgan ekansiz. G'ulg'ula bormi ichda? Hayajon bor ozgina. Ichingizda nima bor? Men hozir shuni pusini bilmoqchiman. Shu yerda o'zi kerak deb o'yladim, iPhone-da. iPhone, niyat iPhone. Xo'p. Mikrovolnovka. Qarsich olib qo'yinglar. Nicho, bu hammada уже iPhone shu yerda degani. Sizga ko'rsatuvni oxirida beraman. Ikkinchi ishtirokchimiz. Keling, o'zingiz ochasiz. Siz o'zingiz korobkangizga kelasiz va o'zingiz ochasiz. O'zingiz emotsiyani bering, xo'p? Qaysi biri edi bu, ha? Tayyormisiz? Tayyor. Davay. Kutmagan ekan. Gap yo'q, молодец. Красавчик. Молодец. Endi bu yerda akamizni o'zini sovg'asi bor. Bu albatta chang yutgich edi. Tabriklayman. Gap yo'q. Молодцы. Atak bunaqa tez adrenalinli o'yin ko'rmadim. Qimorvozlar chaqirganim bilinadi-da. Atak, rahmat shunchalik ishtirok etganinglar uchun. Birinchi ishtirokchimiz, o'zingizni fikringiz. Ko'rsatuvimiz bo'yicha. X-show zo'r, xursandmiz. Yoqdimi? Yoqdi. Ikkinchi ishtirokchi. Zo'r, emotsional. Kutmagandim lekin. Mamnunmisiz sovg'adan? Mamnunmiz, men mamnun. Uchinchi ishtirokchi. Energiya zo'r. Ichkarida bir nima bor, Ichkarida bilinadi. Albatta, 4-chi akamiz endi nima his qildi? Endi biz bir emas, ikkita yutganmiz. Tug'ilgan kunga zo'r sovg'a bo'ldi. Vo, qachon tug'ilgan ekan? 30-dekabr. Vo, mana yangi yilga Yangi yilga zo'r sovg'a bo'ldi, lekin muzlatkich bilan maza qilib rais bergan deb eslab yurasiz. xudo xolasa endi bu yoq endi Malibu Nasib. lekin nasib. Bekarga 4-chi ishtirokchimiz eslatib qo'ymadi. Tez orada shu Raisboy YouTube kanalida sizlarga masshtabniy 10 ta konteyner, uning ichida 3 ta avtomobil. Albatta, Raisboy YouTube kanalida. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.